Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, diydor ko'rishganimizdan xursandmiz. Yana yangi partiyada qo'ylar olib keldi, 5-6 partiya. Xudo xolasa yengil qo'y beramiz. Hadim ham chiqqanmi yo'q, ko'rib turgan bo'lsalaring, ilojini boricha arzon olib kelib, yengil qo'yib obunachilaringizni ko'ngil istagini olyapman. Bugun ham arzon bo'ladimi? Arzon, bittadan laykni miqlab qo'ysin. Gap boshqa narsa kerak. Qanaqalardan olib keldingiz? Endi aka egizimiz ham bor, ona bolamiz ham bor, qo'zilarni zo'llari bor. Mendan arzon chiqarsaga undan arzon qilib beraman. Nima? Mendan arzon chiqarsa, men undan 200 ming arzon qilib beraman. Ana bo'lmasam bu erkakcha gap bo'ldi. Xudo xolasa do'stlar, biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumariq qishlog'iga yetib kelganmiz, Baxtiyorjon akamizning xonadonlariga. Akalar, sizlarga yemga o'rgatilgan, oxirdan beydasini, kepayini yeb turgan, yosh oyligiga to'lgan variantida qo'zi qo'chqonlar kelgan, ena bolalar kelgan. Ena bolalarni ham bo'g'oz narxida beraman desa. Zo'r narxida egizimiz ham bor. Egizi ham bor? Egizimiz ham bor. Gap yo'q. Laykni bittadan bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar obunachilar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Aka, obunachilarimiz sog'inib qolyapti. Haqiqatan endi aka yengil chiqaryapmiz. Xursand, telefon bo'lyapti aka. Xudoga shukr, rizq berishga sotyapmiz. Hali avvalo rizqi nasib ekan. Ko'pchiligiga telefonga javob berolmadik, oldindan uzr. Siz o'rningizga men so'kishdim-da aka. Uzr, haqiqatan ko'tara olmadik. Chiqarib turing deydi. Endi u chiqarish oson, kuniga bir kunda 2 martadan ham qo'yib yuboramiz. Endi buni yengilroq olib kelib qo'yish kerak-da. To'g'ri. Uni noma'lum surpasi quruq bo'lishi kerak yo'q. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi bibillarimizni olib keldi aka mana. Akalar, mana qo'zilarda o'zlaringiz bitta bahosini ko'ringlar, baho beringlar, o'zlaringiz sifatini ko'ringlar mana. Sariqlari ham bor ekan-a? Sariqlarimiz ham bor, 5 dona. 5 dona. Bularimiz yosh oyligi? Farhodjon aka 2,5 oylik. 3 oy, 3 oydan o'tgani ham bor, plus minusi bor. Mana ularimiz mana 3 oydan o'tgan mana Farhodjon aka, eng yosh kattalari aka. 2,5 oy, 3 oy, 3,5 oy. Ha, mana ularimiz 2,5 oylik Farhodjon aka. Bularimiz oxirdan yem yeydimi? 100%. Bir haftaga sinovini beramiz. Yemasa, ichmasa, jon Allohniki. Qo'ylarimizga garantiyasini beramiz bir haftaga Farhodjon aka. Mana qo'zilarimiz ko'ring. Mana. Mana akalar, qo'zilarda xudo xolasa holatlari o'ta go'zal. Sog'lomligiga qanday kafolatlar bor Baxtiyorjon aka? Yebisiga javob beramiz, to'ta tuyog'iga bexijolat. Akalar, yemov ichmoqlariga kafolatlari bir hafta berasizmi? Bir haftaga sinovga. Bir hafta xudo xolasa yemov ichmoqlariga kafolatlari bor. Nechta qo'chqor, nechta sovliq? Beyda 45 tamika shunaqa Farhodjon aka. Aha. Beyda bo'lsa bir 10 ta 12 ta sovlig'i chiqadi xolos. 10 ta yo 12 ta. Farhodjon aka mana qo'zlarga qarang aka. Nimalarni qaranglar. Qana chiqyapti, qana yo'q. Jonivorlari. O'sha optoga ham olib chiqaylikchi yursin-da, optoga chiqsin sal. Qo'zilarcha qorong'ilik qilib qo'yaptimi aka Farhodjon aka? O'sha optoga bir olib chiqib ko'rsataylik. Mana akalar kashtan variantida. Qo'zilar qaytaroringlar oldin mana. Optoda ko'rsataylik. To'g'rirog'i joying tor, yaqin qilib olyapsan deyishmasin. Qo'zini bor holatini olib beraylik aka. Aka, obunachilaringizdan xursandman. Telefon qilib xursand, haqiqatan uka arzon qo'yyapsiz, yetishdi. Realni yo'q narsa emas, bor narsa. Bari ko'rib turishadi-da. Chiqarib turing uka deyapti, qo'ldan kelgancha chiqarib olib kelib. Bular Qirg'izistonning qo'zisi, ona bola kelgan. Bolalari ajratib sotilyapti. Jonivor, Qirg'izistonning qo'zilari. Qirg'izistonning qo'zisi. Ona bola kelgan, ona bola kelgan, bolalari sotilyapti, xudo xolasa. Gap yo'q. Aka, endi puli necha pul endi bulardi? Farhodjon aka, puliga qanchadan qo'ysak bo'ladi? Yengilroq qo'yib berishimiz kerak-da, olganlardan baraka to'g'ish kerak. Kam xo'ram, hamisha xo'ram. To'ppa-to'g'ri. Endi qanchalar arzon qo'yishimiz kerak? Mana shu yerda 45 ta bo'lsa, 100 mingdan foyda qilsa 4,5 million. Uni rasxoti bor. Buni oldi sotsa o'ziga yarasha rasxoti chiqimi bor. Mayli yengil qo'yib beraylik aka. Olgan ham mazza qilsin. Sotgan. Uni bega chiqib ko'p gapirib, aynaqani kerak yo'q, qisqa, mazmunlik. To'ppa-to'g'ri. Hali aytadi-yu, uzoq yashama, qisqa yashagan mazmunli yasha deydi. Xuddi shunaqa aka. Kambag'al. Shu aka, mana qo'zlarimiz xudo xolasa yuzimiz yorug' qiladi inshaalloh. Hammasi tikdummi ekan akalar. Xudo xolasa olgan odam maza qilib boqsin. Avvalo maqsad shu. Endi biz omma buni bo'yab, taraq-paraqni qilmadik aka. Pardozini qilmadik aka omma. Nech pulga beramiz aka? Pulini ayting endi bularni. To'ppa-to'g'ri, buni maqtash kerak yo'q, to'ta bitta kalla deyman har safar. To'ppa-to'g'ri. 3,5 ham yo'q aka. 33 ham yo'q. Xo'sh. Bir joyga 3 milliondan beramiz Farhodjon aka. 32-31 ham yo'q. Sinamaylik-da. Qo'yimiz ko'p. Hali videoni uzoq qilish kerak. Obunachilar narxini eshitsa deb kutib turishadi-da. 3 milliondan bir joyga beramiz aka. 3 million o'tib bering. 45 tasini olishsa, 45 ta aka sanagan 40 tadan ko'p-ku. Aka telefon qilishsa 3 milliondan beraman bir joyga. Ammo tanlab olsa Farhodjon aka, yetib qo'ying.
Buni ichida 3,5 milliongacha qo'zi bor. To'g'ri, kattalarni ketadi, tanlab olsa-yu endi. Tasini o'zim agar chiqarib bering desa, 2 million 700 mingdan chiqarib beraman 10 ta. 2 million 700 mingdan 2 10 million ta. 700 mingdan chiqarib beraman. Qo'lda bering, o'ptimga o'ting. O'tib bering. Ha, omma bundayda mayli o'tib beramiz aka. Telefon qilishsa. Bizgancha bo'lsin, barakat bo'lsin, o'tib beramiz. 29,5 dan beramiz. Omma ichidan kattasini tanlab olib, men 3 million beraman, 3 million 200 ming beraman deyman. Ichida 3,5 million qo'zi ham bor aka. Endi men bitta chiqarib qo'ya qoldim aka. Uka, telefon qilib o'zing insof bilan menga bunaqasidan chiqarib ber, siz ham kopam kuymaydigan desa, mana shu kattalar chiqarib beramiz. 32, 3 million holatiga qarab. Mana sariqlarni chiqarib beramiz mana. Farhodjon aka, o'zlarimiz dardi qo'zi oldisi aka. Akalar, qo'zilarimiz o'ta chiroyli. Ichida 4 dona sarig'idan, 5 dona ekan. kashtan, qora baxmaldan. Bu chekkada ham bitta bor ekan. 5 dona sarig'idan bor ekan. Telefon qilaverasizlar akalar. Qo'zilarimiz sotuvga chiqdi. Qirg'izistondan enasi bilan kelgan ekan, bolalari ajratilyapti. Sotilyapti. Farhodjon aka olganga sotganga Alloh baraka bersin. Kam bo'ling. Ular mana endi ikkinchi partiyasini olib chiqdik akalar. Qo'zilarni qaranglar. Aka, hozirgilar bilan necha oylik farq qiladi bu? 1,5 oylik. 1,5 oylik. Demak, bularimiz 4 oy, 4,5 oylik atrofida. Sutga to'ygan variantda. Jonivor-ey. Aka, nechtasi qo'chqor, nechtasi sovliq? 4 ta qo'chqori bor, bitta urg'ochisi bor. 4 dona qo'chqor, 1 dona sovliq. Sovliq, ha. Mana shuni sovliq bo'lsa kerak. Ana shu diki sovliq. Voh, jonivor. Aka, ishqim ketdi sovliqqa. Sovliq qo'yib yuborsin. Kuzoyga qochadi Farhodjon aka. Kuzga qo'chqor qo'shsa Kuzoyga bo'laveradi. qochadi, 100% ga qochadi. Aka, qarang, yemoq-ichmog'ini sinadingiz-a? Bir haftaga sinovini beramiz. Bir haftaga sinov beriladi. Keng yomon raketa ekan. Akalar, buni burchaga qisib, syomka qilmasak boshqa iloji bo'lmadi. Xudo xolasa qo'zlarimiz maza qilib boqadigan, sifatlari joy-joyida, oyoq qo'lining uzunligi, keyin to'niga ham ahamiyat berib qo'yasizlar, o'ta holati. Idealisi ham bo'laveradi. Aka, bularimiz qattiq qo'zilari. Bular Tojikistonniki. Bular Tojikistonning qo'zisi. Shu yoqdan kelgan. Aha. Keyin bizga bular sotishdi. Ha, Yoqdan kelgan. gap yo'q. Enalarni o'zi olib qolishdi. Gap yo'q. Qo'ylar sheyda tug'ilgan. Ha, shu yerda tug'ilgan. Ha, Zominda tug'ilgan qo'ylar. Sheyga olib keldik keyin. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Akalar, qo'ylarni enasini qonida Zominga borgan ekan, Zominda akalarimiz olgan ekan, o'sha yerda tug'dirilgan ekan. Ana yerdan barakasi olinibdi. Aka, qo'zlarimizni qo'zini qarang, janavar, buni qarang. Junini qarang, bular taraba muchalik bo'lib, buni qarang, ko'tni qarang, raketa dumba. shular necha pul qilib berasiz endi aka? Aka, to'rdan desa bo'laveradi. Yo'q, to'rdan baland bo'lib qoladi. Baxtiyor aka, o'zingiz ham bilasiz-ku. Duo oladigan qilib, narxini o'tib, bir chiroyli narx qilib beradigan bo'lsangiz, aka necha puldan bo'ladi mana? Burchiga qisilib olgan qarang. Farhodjon aka 38 dan beramiz bo'pti aka. 3 million 800 ming so'mdan. Katta akalar. 3 tane. 3 million 800 ming so'm. 5 bir joyga olasan. Bir dona sovlig'i bor, 4 dona qo'chqari bor. Gap yo'q. Bir dona sovlig'ini ko'ring-da. Sovlig'i mana Kuzoyga rost mana qo'y bo'ladi. Akalar, mana shuni sog'liq, lekin o'ta boshqacha narsa ekan hammasi. Ishqibozlar, olib qo'ylar, o'tda yurib katta bo'lib qoladigan varianti. Xudo xolasa, bu sog'lig'ini ko'paytirasizlar. Kuzga borib qo'chqor qo'shasizlar, o'zlaringizdan bitta zot chiqib qoladi. Agar olgangachi telefon qilsa, xayr sunnatiga o'tib beraman. Ha, xayr sunnatga o'tasiz, tanlab olsa? Tanlab olsa ham shu aka bizga. Ha, tanlab olsa o'shani. Shuni. Tanlab olsa ham o'shani. Bir joyga olsa o'sha narxdan o'tib ham beraman aka. Kam bo'lmaydi. 37 dan ham qilib beraveraman. Bir joyga olsa. Mana liniya, mana zot, mana ekstrer. Akalar, dehqonchilik akamizning seleksiyasi. Bir dona qo'chqorni udardan olgan ekanlar, bir dona soliqdan olgan ekanlar. Endi bu ikkovi nasib qilib Baxtiyorjon akam savdosini qilib olgan ekan, ozmoz foydasini qo'yib, mana sotuvga chiqaryaptilar. Lekin mana bu qo'chqorni bolasi mana buni qonida turibdi ekan. Xudo xolasa. Ikkinchi bolasi, ha, tishlarini ochib ko'rsating. Tishlari qilich. 4 dona. 4 tash. Xudo xolasa mana shuni bolasi tushadi. Uzoqlashtiring, ha. Qo'chqorimiz necha tash? Qo'chqorimiz ham 4 ta. Qo'chqor ham 4 tash. Rasa tovuda. Bo'yini nechiga beramiz? Birga beraylikmi yo 1.10 ga beraylikmi? Bu metrga o'lchab sotmaymiz Farhodjon aka. 95 plus deylik. 95 plusga beramiz. Agar 95 dan kam kelsa, qo'yni olib borib pulni bermay qo'yishaversin. Ana bo'lmasa. Akalar, bu tomoniga ham o'ynalaverar ekan. Aka, bug'ozni bitta taylan olib berasiz. Naq. Bug'ozni qaranglar. O'zi yaqinlab qoldi, qo'y o'zi mana yelin akalar. To'lg'ani. O'zini ayab olib yurganda ham aka. Ayapti, qani.
Mana bir uy Qo'yib akalar. yuboring, mana. Ikkovlaridan bitta nima, ana qarang. Ha, qarang, janavarni. Jonivor. Baxtiyor aka, Voy aka. nech pul demaysiz endi buni pulini? Biz Qiziqtirib qo'ying. dollar demaymiz. Biz Xo'sh. so'm detaveramiz. Nech pul bo'ladi ikkovi? 1000 dan qo'ysak, 12 milliondan bo'ladimi? Aha. Dollarga hisoblamaymiz, 12 milliondan 24 million bo'ladi. Biz mayda-chuda qilmaymiz. Nech pul 1 Baxtiyor million, aka? 2 million ham qilmaymiz. Olgan mazza qilsam, buni yaxshi pulga olishgan ekan. Xo'sh. Biz oldik, pul zarlagan sotishyapti. Yaxshilikka aka bir joyga olsa 20 millionga beramiz. 10 milliondan. Ha, qo'chqari ham ketyapti, naq bo'g'ozi ham ketyapti. Endi qo'chqari men, bo'g'ozi men desak, to'g'ri kelmaydi aka. Olgan mazza qilsa, yaxshi pullarga bossin. Barakasini bersin. Endi Baxtiyor aka bunaqa narsasi ham bor-da. Menga sog'lig'ini o'zini olaman. Hop. Yo men qo'chqorni o'zini olaman deganlar ham bor. Ularga qanday kelishamiz? Aka, xohlaganlari 20 millionni bo'lib olishaveradi. Ha, xolasa qo'chqor, Ha, xolasa qiziq sog'liq. yo'q. Ha aka. Dastlabki O'zbekiston Ha, bo'ylab bor. Toshkentgacha qilib beraman aka. Kam bo'lmang. Joningiz sog' bo'lsin. Olgan Xolasiz mazza qo'chqor, qilsa, xolasiz sog'liq. Ertadan laykni mixlab turibsin, qo'ylar zo'ri yana oldinda. Kam bo'lmang. So'ragan obunachilarimizga navbatda enabolaga beramiz. Lekin bolalarning o'zini ham o'zi 3 milliondan chiqardi. Lekin bu qaranglar, enasini ham arzimagan pulga, bolasini ham arzimagan pulga beraman deyapti. Enalari qarimasin Baxtiyor aka. Aka, tishlarini ochib ko'rsatamiz. Qari deganiga ko'rsataylik. Bolani simjum beribdi-da. Aka, nechta ekan? 4 ta, ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi qonni o'sha tug'ibdi aka mana. Ikkinchi bolasini tuqqan. Enalariga yana bitta qo'chqor qo'shib qo'yishaveradi. Bolalarni aka 3 milliondan hech kim bermaydi aka mana. 4 dona. 6-si bu. Kam bo'lmang. O'zingiz 3 milliondan chiqardingiz-ku. Ha, Birov qo'ymaydi-da nima deysiz? Ha, endi uni birov qo'ymaydi. Mayli 3 milliondan hisoblaylik. Enalarni endi 5 milliondan hisoblaganda ham mana 4 dona. Jonivor. 8 milliondan bo'ladi-da. Men 8 milliondan qo'ymayman-da. Ha, arzon qilib berasizmi? Arzon qilib beraman. To'g'ri bir joyga olsa, enalarga bolalar qarang. Bu qarang. Bola bo'lar, shunchalik bo'lar. Bitta so'lig'i bor. Bitta so'lig'i bor, urg'och, qolgan qo'chqor. Farhodjon aka, Qolgan hamma bolasi qo'chqor. uni qo'zilar qarang. Mashalloh, ajjon. Shunchalik qilib janavarni qarang. O'ta go'zal. Yemoq ichmoqlari Xudo xolasa sog'liqlarga Bir garantiya haftaga berasiz buni. sinovga beraman Farhodjon aka. Baxtiyor aka nech pul deymiz? Qo'ylarni haqiqatan yo'lida qo'yib beraylik, maza qilsin. Olgan odam maza qilsin. Aka bundan keyin egizimiz bor. Aka bir joyga 7,5 milliondan qo'yib beramiz. 7 million 500. Kamiga so'rashmasin. 7 million 500. 7 million 500 mingdan. Hisoblaganda ham aka 3 million 750 mingdan bola ham ketyapti. Ona ham ketyapti. Buni bolalarni qarang aka. Kalla boshiga 3 million Ha, 750 ming. Tojikistonni qo'chqari babi qo'y ekan. Kam Hali bo'ldi. ekan, haqiqatan tan berish kerak. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'ylarga havas qildim, mana qarang. Akalar 3 million 750 ming so'mdan. Bolalari ham, enalari ham o'sha narxda bo'lyapti. Lekin hisoblab turib akalar ozmoz enasiga bola qo'chqor qo'shib qo'ysangiz akalar, bo'g'oz. Qochadi yana. 6 million, 6,5 million soliq sotilyapti. Bo'g'oz soliq sotilyapti. Bu bolalarini 3 milliondan sotib olsangiz ham akalar, sizlar shuni arzimagan pulga qolib ketadi mana enalari. Arzimagan summaga qolib ketadi. Xudo xolasa, olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Baxtiyor Haqiqatan aka, arzon qo'ydik, mana shu qo'ylar 7,5 million kim olsa ham aka, bolalar enasi yetib qolgan. to'ppa-to'g'ri. Endi aka bu qo'yni bunchalik qilib olish ham oson emas-da. Men ham bitta insonni oldim. Bir joydan yaxshi qo'ylik uchun oldim. Qo'yga ishqoz bo'ldim. Hali beldir belmaza orasiga tiqqanim yo'q. Xudo xolasa olgan odam baraka topadiganlar. Otangizga rahmat. Aka. Joningiz sog' bo'lsin. Aytsa so'ragan obunachilarimizga an'anaga muvofiq Baxtiyor akamiz egiz aychidan ham olib kelib qo'ydi. Egiz aychini ham lekin yaltillab bleks beradigan quloqlarni qaranglar. Farhodjon aka o'zi biz egiz bilan tanilganmizda. Egiz? Bor emi egiz. Egiz. Egizda baraka bor. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bu nechinchi bolalari? 3-bolalar, 6 3-chi bolasi, 6 tish. Nechta qo'chqor, nechta sog'liq? Bitta undan, bitta bundan. Armoni yo'q ona. Ha, ana. Qizi ham bor, o'g'li ham bor. O'g'li ham, ikkovi ham bor. Boqishi zo'r. Bitta medal bersak bo'ldi. Gap yo'q. Ustida bir qari juni yo'q aka. Aha. Bori ko'rinib turibdi. Kam bo'lmang. Bitta narx qo'yib beraman. Mazza qiladigan joydan aka. Uchovini bir joyga olganga nech pul aka? Aka 3,5 milliondan beraman donasini. 3,5 million so'm. 3,5 milliondan. Eni ham ketyapti, bolalar ham ketyapti. 3,5 million Kamiga so'mdan so'rashmasin. kalla boshiga. Ha. Dastlabkidan o'zi qilib olishadi. Ozmi? Dastlabki bo'yningizda. Aka, agar qo'yib bersam foydani olib ketib qolishadi. O'zi 10 milliondan oshiq oldim aka.
Kam bo'lmang. Halol, Bo'ldi, netaveram, hisob. 10 milliondan oshib oldim aka. 10,5 millionga dastlabki qilib olishadi. Agar qo'shib bersa, mayli kelishtirib qilib beraman. Gap yo'q. O'zim 10 milliondan oshib qoldim aka. Barakasini bersin. Qo'yib yuboringchi. Akalar mana borini aytib, ochiq oydin chestni sotadigan akamiz. Otangizga rahmat. Olgan mazza qilsan aka. Kam bo'lmang. Emishlarni topib bering. Ikkovi Qo'shma tomondan. qo'shma bo'lsa, qo'shma deymiz, bilasiz-ku. Qo'shma. Radnoyda radnoy. Gap yo'q. Kam bo'lmang. Barakasini bersin. Olganga ham, Olgan mazza sotganga ham. qilsan. Otangizga rahmat. Shu tomonlaringizni hurmat qilaman-da aka. Bizni so'ngida narxi arzon sen xaridor kambag'alni boy qiladi, cho'ntagini to'ldiradi deymiz-ku doim. Xuddi shunaqangi enabollari chiqib sotilgan. Haloljon aka, qo'y qilib olsa Qirg'izistonni qo'zsa aka. Jonivor, O'zini qarang aka. Ana bo'lmasa. Qo'y qilib oladigan variant, enalari yosh aka. 3 ta ena, 3 ta bola. 3 ta ena, 3 ta bola, bittada so'liq bola. Akalar, hozir bitta bolasi kirib ketdi, o'shagan kirib ketdilar. Hozir olib undan Aka, mana ko'rsatamiz. shuni bolasi Qashqar. Mana 4 dona aka. 4 ta. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bola. Oq, birinchi bola. Oqni birinchi bolasi. Birinchi bola. Bolasini qaranglar akalar. Jonivor. Qaranglar bolasini. Magillar. Yugurishini. Baxtiyor aka, sog'lomligiga biror garantiya bering bularni. Ha, bemalol. Yugurtirishini qarang, yugurtirishini. Mana chish aka. 2 dona. Jonivor. Shuni bolasi so'liq. Qo'y qilib olsin mana. Mana uni bolasi bu Qashqa. Bu qorani bolasi mana Kashtan. Oqni bolasi oq. Aka videoni so'ngga xirmon tagi. Xo'p. Nechta pul qilamiz endi bularni? Qancha qo'yib beray aka? Bug'ozni narxiga qo'yib bering. Bo'ldi bering. Qo'yalım. Ekjonni 3,5 milliondan donasiga berishadi, 7 milliondan uyga kirib boradi. O'tib berasiz ozmas. Telefon qilsa, ko'nglingizga yo'l topsa. Bo'ldi, ko'nglimga o'tib o'tib beraman. Gap yo'q. Akalar, 3 million 500 ming so'mdan kalla boshiga bo'lyapti. 3 ta ena, 3 ta bola, 6 tasi ketaveradi. 3 million 500 mingdan bir joyga olgan obunachilarimizga. Aka, o'zim buni men ham o'zim 6,5 milliondan baland oldim. Haloli poy, 6,5 milliondan baland oldim. Buni yo'l kirasi bor, o'zgacha rasxoti bor. 7 million yomon qo'yganim yo'q. Otangizga Mayli rahmat. telefon qilsa, xayr sunnatiga o'tib beraman. Joni Bir sog' joyga bo'lsin, olsa. barakasini bersin.